أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Tüm hamdü senalar, alkışlar ve kollaşlar, maktaşlar, alemlerin Rabbi Allah olsun. Tüm muvaffakiyetler, galibeler, inşallah olsun. Salat ve selam, aman iyisellikler, kollaşlar ve destekler. Bu Allah'ın peygamberi, şundaqla bizning rahbarimiz Muhammed Aleyhisselam'a, Ehl-i Beytiga, sahabalara ve kıyametgacha onun yolida bo'lmagan yo'ldoshlar bo'lsin. Assalomu alaykum qadrli Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz Yunus surasi 85 oyatidan davom etamiz inshaalloh. Chunki Musa alayhissalom irqiy qirg'inchilik ostida yashayotgan o'zining qavmini qutuldirish uchun irqiy qirg'inchilikdan qutulish ta'limoti bergan. Suhbatda nima deganda musulmonlikqa shart qo'shgan. Ya'ni Isroil Musa alayhissalomga iymon etib, mu'min bo'lganligini, musulmon bo'lganligini degandan keyin Musa alayhissalom musulmonlik, mu'minlik bunda quruq gap bilan bo'lmaydi. Agar rost sizlar mu'min bo'lgan bo'lsanglar, musulmon bo'lgan bo'lsanglar, buning sharti Allohga tavakkul qilish deb tavakkul qilishni amr qilgan. Ya'ni mustamlikadan qutulishning birinchi yo'li, irqiy qirg'inchilikdan qutulishning birinchi yo'li tavakkul qilish ekanligini e'lon qilgan. Tavakkul nima edi? Bir qancha yo'llarni solishtirish orqali ma'u falanning yo'li, ma'u pistanning ideologiyasi, ma'u Allohning o'rgatganida qarab taqib, Allohninkini tanlab, Allohga ishonib, men mush yo'lda bansam bo'ladi ekan, mush Allohning yo'li, islom men uchun uyg'un deb, mush dunyoga Allohning yaratib qo'ygan butun qonuniyatga amal qilish bilan birga islom yo'lini tanlashning tavakkul ekanligini o'rgatgan. Ya'ni mush dunyoga Alloh yaratib qo'ygan bir qonuniyat bor. O'tning ko'ydiradigan vazifasi var, muzning to'ngdiradigan vazifasi var. Shuna o'xshash har bir maxluqning Alloh sizning vazifasi shudir. Har bir maxluqqa vazifa beraylik. Şu maxluqotning, mavjudotning vazifa bilib, şu doiraga, şu Alloh qo'yib qo'ygan qonuniyatga amal qilish. Andan keyin Allohning yo'lini tanlab, islom bilan birlashtirib, yo'lga atlanganlikni tavakkul deb o'rgatgan. Tevekkül ibadetini mu'minlikning, musulmonlikning shart qilgan. Yani tevekkül degan gap qarindoshlar. Balki harakatsiz, passiv holatdan bo'ldi endi yetar. Allah yo'l ko'rsatayotgandan keyin, Allohning payg'ambari yo'l ko'rsatayotgandan keyin, islomdan to'g'ri deb mu'min bo'lib bu dinga kirgandan keyin, endi bu passiv zaman tugidi, endi aktiv zaman o'tish zamanı geldi. Hem de faaliyet zamanı, emeli hareket zamanı da faaliyettin aktif haletke, hareketsizlikten hareketlik haletke kimin ismini tevekkül degan Musa aleyhisselam. Bunu düşüngen Musa aleyhisselamın kavmi nima dedi? Qanday inkos qaytdi? Ular dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Dediler ki, undaqda biz Allah'a tevekkül kıldık. Eğer Müslümanlıktan şartı, müminlikten şartı Allah'a tevekkül kılış bolsa, yo'lga chiqish, faaliyet qilish, bir ish qilish, harakat qilish bo'lgan bo'lsa, biz yo'lga atlandik deb atlanganligini e'lon qildi. Faqalu alallohi tavakkalna. Biz yo'lga chiqdik, atlandik, Allohning yo'liga atlandik.
deb tevekkül ibadetiga ketilganligini bu e'lon qildi. Bu bizningki biz Sharqiy Turkiston xalqi tasdiq qilgan vaqtimizda nimaga taqobil keladi desangmi, qarindoshlar? Nimaga to'g'ri keladi desangmi? Mesela Sharqiy Turkiston xalqining ichida mustaqillikni xohlamaydigan odam yo'q. Hamma odam xohlaydi. Uni ko'ngli xohlaydi. İçinden xohlaydi. Ammo amaliyotda nurg'un odamlarni Xitoy göre gelip ailesini, urug' tuqqanlarini yoki zaif nuqtalarini tutib olish orqali majbur ishlatib, xuddi mustaqillikni xohlamaydigandek bir holga kelib oldi Xitoy. Nurg'un insonlar bunda bo'lgandan keyin uni ko'rgan ba'zi qarindoshlar nima deb o'ylaydi? Bu paloni desak, umumda chiqsa, pustani desak, umumda chiqsa, qaraganda biz bu Sharqiy Turkistonlikning ishimiz oqmaydigan o'xshamamdi deb ümidsizlik chirib, lekin bizning bu ishimiz oqmaydigan o'xshaydi deb pasif holatga tushib qoladi. Lekin nurg'un odamlar inqilob qiladigan odamlarni uni qilib beqib, buni qilib beqib, yerim yo'lda qoladi. Uni boshlab baqsa, xalqdan destek kelmagan kun u yo'lda to'xtab qolyapti. Maishni boshlab baqsa, xalqdan destek kelmagan kun u ish to'xtab qolyapti. Anadaki o yerim yolda qilib, ummu yerim yolda, bummu yerim yolda qilgandan keyin, anken buni Xitoy istixborotchilari Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillikqa niyati yo'qligini tashviq qilib, har xil yo'llar bilan, axborot vositalari bilan, sosyal medya orqali Sharqiy Turkistonning zafiyatidan foydalanib Xitoy buni Sharqiy Turkistonliklar mustaqillikni xohlamaydi deydigan bir vaziyatni shakllantirishga tirishinglar. Bütün kuchu bilan. Endi Sharqiy Turkiston xalqi mustaqillikni ichidan xohlagan bilan mana bu Xitoyning kuchiga qarshi menda aktiv faoliyat turib qoldik ya. Endi mana bu Musa alayhisolamning qavmini tadqiq qilgan vaqtimizda qarindoshlar, bo'limi az ayna. Kichikgina az Musa alayhisolamning o'z qavmidan az sonliq bir inson iymon etdi dedi. Bu iymon etib az sonliq inson bu tavakkul e'lon qildi. Biz qanday e'lon qilamiz? Gerçi biz ko'rinishda Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltiramiz deb uchuq maydonga chiqqan, tavakkul ibodatiga atlangan insonlar az sonliq bo'lsakmi, yoki az sonliq ko'rinsakmi, normalda bütün xalq mush tavakkul ibodatiga atlanmasa, mush holatdan aktif holatga atlanmasa qarindoshlar, tevekkül ibadetiga biz kirmagan bo'lamiz. Tevekkül ibadetiga kirmasak, ne bo'lamiz? Musulmonlik va mu'minlikning sharti o'ti ya. Shart joyiga kelmasa, mashrut joyiga kelmaydi. Ya'ni tevekkül ibadeti bizda bo'lmasa, mu'minlik ve musulmonlik salohiyatiga ega bo'lolmaymiz. Har qancha og'zimizda men musulmon, og'zimizda men mu'min deyotganimiz bilan tevekkül ibadeti bo'lmasa, mu'min musulmon bo'lolmaymiz. Buni Musa alayhisolamning qavmi tushungachga faqalu alallohi tavakkalna. Undaqda biz Allohga tevekkül qildik, tevekkül ibadetiga atlandik dedi. Shuning uchun bizmi Musa alayhisolamning qavmi ishg'oliyatdan qutulishda mushu charni qo'llanganidek bizmi tevekkül ibadetiga atlanishimiz lozim. Pasif faoliyatdan aktiv faoliyatga, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga atlanishimiz, o'zimizdan atishimiz lozim. Atab bo'lgandan keyin bu birinchi qadam. Xalqimiz, Sharqiy Turkiston xalqi o'zini tevekkül ibadetiga atab mustaqillik maydoniga o'tishi bu birinchi qadam. İkinci qadam nima? Buni Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zalimin deydigan tilak holatga kelish lozim. Andan keyin bu musulmonlarning tilaki bo'ldi. Ey Rabbimiz, biz aktiv holatdan pasif holatdan aktiv holatga o'tdik. Aktiv holatga o'tgandan keyin buning bedeli bo'ladi. Shuning uchun la taj'alna bizni qilmag'in fitnatan, fitna nuqtasi
lil qavmiz zalimin zalim qavmga bizni fitna nishoni qilmag'in, bo'zaq qilinadigan nishon qilmag'in deb duo qildi. Ya'ni Musa alayhissalomning zamonidagi insonlarga o'xshash, bizga o'xshash. Biz hozir Xitoy tajovuzchilariga qarshi chiqsak, hozirgi modern Fir'avnga, Shi Jinpingga qarshi chiqsak, kallamizga keladigan nima? Bashimga qanday xatar keladi, qanday baloy ofat keladi deymiz-ku. Mushu bicharalarmi ayni shuni shu kallasiga kelib, aytdiki, ey Rabbim, bizni zolim millatga bo'zaq qiladigan bir nishonga aylantirib qo'yma deb o'zining beshiga kelgan baloy ofatdan Allohga sig'inib panoh tiladi. Va fitna degan qarindoshlar, fitna degan bo'zaq qilish. Alki suhbatda deganku, bir insonni fitnaga tashlash Allohning haqqi. Chunki fitna degan imtihon qilish degan gapdir. Bir odamni bu imtihondan o'tamdi, o'tmamdi, sodiqmi, sodiq emasmi deb imtihon qilish Allohning haqqi va Allohning fitnasi haq ustida bo'lg'achqa, u Allohning imtihon qilish haqqi bo'lg'achqa, u haq. Ammo Allohdan boshqa har qanday maxluqning bir odamni men imtihon qilaman, sen sodiqmi, sodiq emasmi deyish haqqi yo'q. Chunki insonga bular dushmanga sodiq bo'lish vazifasi yo'q. Bunda bo'lgandan keyin Fir'avn Sibtila qo'zg'alan ko'taga qarshi chiqqanda nima deydi? Hozir qadar bo'lib bizga sodiq qul deydi. Hozir bosh ko'tagan qaraganda nurg'unlari kallasi o'zgarib ketgan o'xshaydi. Musoning oqisiga kelib, endi biz buni bir tekshirib qilib, kim bizga sodiq emas tekshirib qayla deb bilan bir siyosat chiqarsa, nurg'un Musa alayhissalomga ergashganlarning beshiga baloy ofat keldiganligi aniq. Buni bilgachga Rabbimiz bizni bu zolim millatga bo'zaq qilish nishoni qilib qo'ymagan bizni deb duo qilyapti. Endi bu bechora millatning, bu Sibti millatning Fir'avn millatini, Fir'avnni zolim deyilishi bizning hayotimizga nima taqobil qiladi qarindoshlar? Xitoy tajovuzchilarini tajovuzchi va ishg'olchi deganga o'xshash shunga taqobil qiladi. Shunga to'g'ri keladi. Biz Musa alayhissalomning qavmidan bu ta'limotni o'rganamiz desak, bizmi mushundaq gapni deymiz desak, birinchi qavmi zolim deyishimiz lozim Xitoy tajovuzchilarini. Zolim millat, tajovuzchi millat, ishg'olchi millat, irqiy qirg'inchilikchi millat deb ashundaq atayolishimiz lozim. Hem ashundaq atishimiz lozim. Atgandan keyin uningdan keladigan baloy ofatni ko'zda tutib, uningdan qutulish uchun Allah'a sığınırız. Allah'ın panoh tilaymiz. Ey Rabbim, men sening yo'lingni deb mustaqillik maydoniga atlandim. Endi Xitoy mening oilamni yoki o'zimga suiqasd qilishi mumkin, askirliklarni qilishi mumkin. Shuning uchun men sendan Xitoyninki eskilikidan sendan panoh tilayman deb Allohdan panoh tilayalisak, Xitoy sharridan mudofaalanishni bilib turib, shu o'zimizni atayalasak, andan keyin tavakkul qilgan bo'lamiz. Hamki Musa alayhissalomning ta'limotiga muvofiqlashgan, moslashgan bo'lamiz. İkinci tilkinim bo'ldi bundan ve necina bi rahmetike minel kavmil kafirin. Ey Rabbimiz bizni sening rahmetin bilan kafir kavmdan nicat bergin bizga. Bizni qutqizib qo'ydi. Birincisi zalim kavm dedi. İşgalchi, tajovuzchi dedi. İkinci qatimda nima dedi? Bizni qutqizib qo'y. Undan qutulib ketaylik, mustaqil bo'lib ketaylik deb mustaqil bo'lishni, Fir'avn xonadonidan ayrilib yenib chiqishni tilak holiga, duo holiga keldi. Shuning uchun bizning qarindoshlar Xitoyning sharridan qo'rqsaqmi, beshimizga baloy ofat keldiganligini bilsakmi, bu baloy ofatni Allohga panoh tilaymiz, Allohning saqlab qolishini tilaymiz. Allohga panoh tilab qilib turib, Allohdan panohlik tilab turib, anadagi mustaqillikni nimaga qilamiz? Nijotlikni
Mustallikni, tutulishni, ozodlikni tilak holiga kelamiz. Har qatim duo qilgan vaqtimizda nima deb duo qilsak, shu vatanning mustaqilligini qo'lga keltirishni o'xshash shaklda shu tilak holiga kelamiz. Tilak holiga kelgan vaqtimizda qanday bo'ladi? Millat anadaki uyg'ongan bo'ladi. Millat tirilishga salohiyat qozongan bo'ladi. Millat tirilishga salohiyat qozongan vaqtida anadaki Allah ikkinchi qadamni Allah o'zi yo'l boshlatmoqchi bo'ladi. Tungi oyatda 87-oyatda Allah shunday deydi. Musa alayhisalomning qavmi Firavun xonadonining zolim ekanligini, uning u kafir qavmning qutulish ekanligini tilak holatga kelgandan keyin Allah Musa alayhisalom va avhayna ila Musa. Biz shu chaqda Musaga vahiy etdik. Ey Musa va axihi va uning qarindoshiga yana vahiy etdik. Nima deb? Anta bawwa'a liqawmikuma bi Misra buyutan. Sizlar öz millatinglar uchun Misrda uy qilinglar. Demak ki bunun uy yo'q. Xitoy tajovuzchilar Sharqiy Turkistonning uy mulkiga qo'l qo'ygandek, shu tatib olgandek, butun mol mulkini tatib olgandek, fir'avnni tatib olganda, shuning uchun birinchi qiladigan ishinglar xalq o'zingning millatiga menda bir kiradigan, o'zingning milliy faoliyatni qila oladigan, milliy an'analarini asliga keltiradigan buyut uylar qilinglar deydi. Yig'ilish uyları bir araga kelib o'tiradigan, tabliğ qilishib, Alloh uni dedi, Allah bunu dedi, Peygamber Aleyhisselam bunu dedi deb Allah ve Allah'ın Resulü'nün ta'limatini o'rganadigan ayrim uyanglar bo'lishi lozim. Bu haqiqat qarindoshlar. Biz chet elda yaşadık dağıtımız, erkinlikle eriştik dağıtımız. Erkinlikle erişkinimizden chet elde yaşayabilirsek, erkin yaşayabilirsek, ne bilmez desek qarindoshlar. Ma dövleti var, pulu var, meli var, kuşluk milletlerini doğrab qalsak, qanday bo'ladi desek, hech nimamiz yo'qlar doğurgandan keyin bizde bir gap bor. Nima bir qush qag'ini doğrusimi putirlab ketadi deydigan bir gap. Da o'zimiz bilan teng bo'lmagan yoki davlat va kuch va insonlarni doğrab yashayversak, eslimizga qaytamaymiz, putimiz jirlib ketadi. Asmara siyavlab ketamiz. Xitoyga asmara siyav bo'lmay chiqib chet elga, ma biz yashayotgan erkin davlatdimi yana bir araga kelmay, yüzümüzdeki ayrım dernekleri bulmay, bir araga keladigan haftada bir ikki qatim o'zaro ko'rishib do'stligimizni ziyoda qilib turadigan, bisimizga hurmatimizni ziyoda qilib turadigan, bolalarimizni bir araga kelib o'zimizning dilimizdan gap qilishib, dinimizdan gap qilishib o'tiradigan ishlar bo'lmasa qarindoshlar, bo'lmaydi. Buni Allah bizdan mubdarroq bilgachga, ishg'oliyat ostida qolgan Musa alayhisolamning qavmiga ta'lim beryapti. Tababva degan qarindoshlar. Vaqtlik bo'lmagan ammo uzun zamanni ko'zda tutib, uzun zamanlik strategiyani ko'zda tutib, bir yerga yerlashganlikning ismi tababva deyiladi. Vallazina tababba'ud-dara vel iman deb Qur'onda shu uzundan atbularni tatib bir yerga yerlashib, ashani vatan qilib o'tganlarga tababba'u deydi Qur'onda. Mushnimi Allah Musa alayhisolamga da'vat etdi. Sizlar o'zingizning millatiga buyut tababbu qilinglar. Büyüklük, küçüklük qilgan ish emas, uzun zamanni ko'zlab millatni tarbiyalaydigan uy, madrasa, xonaqoh, masjid, kültür merkezleri degandek millatni tarbiyalaydigan yer qilinglar deb vahiy qildik Musa va uning kalimda sharo deydi.
Nerede kıldıkken bunu? Bir Mısır'a. Mısır'da. Mısır ne? Firavun'un payitahtı. Yani düşman qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, qandaq vahshiy bo'lishidan qat'iy nazar, ishg'olga uchib qolgan millatda az bo'lsinmi, kichik bo'lsinmi, o'ziga doir to'planib turadigan yerlar bo'lmasa, u millatdan yo'qolib ketadiganligi mana shu yerdan chiqib turadi. Misrda qavminglarga buyutan, uy barpo qilinglar. Vaj'alu buyutakum qiblatan. Bu sizlar barpo qilgan uylarga qibla barpo qilinglar. Masalan, manchilik uyimiz bo'libdi, Palaniyadagi nupus, Pustaniyadagi nupus, manchilik nupus va shundan qarag'oqda manchi uyimiz va ekan, bu uylar nega qaraydi? Palaniyadagi qiblaga qaraydi deb bir markaz hosil qilinglar. Qibla degan markaz degan gap qaranglar. Bizning qiblamiz Ka'ba deymiz-ku islom dunyosida. Islom dunyosining markazi degan gap. Bo'lmasa Ka'baga qarab baqsak, Ka'ba qarabi uy, ichida hech nima yo'q. Bizning uylarimizda normal uy farqi yo'q. Uy. Nima uchun Alloh shunday bir uyni bizga qibla qilib turdi desa, qarindoshlar, u simbol bir Allohning emri. Ya'ni bütün musulmonlar bir markazga qaragan vaqtda bu dunyodagi vazifani ado qila olasizlar degan mazmundagi bir buyruq bu. Shuning uchun qiblaga dunyoning qat'iy nazar ibodat qilganimiz kelsa, duo qilganimiz kelsa, namoz qilganimiz kelsa, qiblaga qarashimizning sababi shu. Chunki şu merkezge qarayman, şu bir merkezge bağlıq insanman deyish uchun qiblaga qaraymiz. Va bu parchalanib ketgan, vayron qilinib ketgan iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan har nuqtadan vayron qilingan qibti millatini birlashtirish, bir araya ekilish uchun bir qibla lozim ekanligini. Bu o'ylanlarga, siz bo'lgan o'ylanlarga qibla qilinglar. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Anandan keyin vazifalarni tiklanglar. Yani es-salat degan davomli namoz deb tarjima qilamiz va aqimus salat namozni ado qilinglar deb. Zot shunday qilish, shunday deb tarjima qilish to'g'ri va aqimus salat degan namozni ado qilinglar degan gap. Tarjima qilish to'g'ri, ammo to'g'ri bo'lmayotgan narsa bizma Uyg'urlarda bular musulmonlarning hammasida namoz qilinglar deb qo'ychi. Biz bilgan namoz kallamizga keladi. Shu namozning sirtqi ko'rinishi, biz qilayotgan kunda 5 vaqt qilayotgan namoz shu. Namozning ko'rinishi shu. Ammo bu namoz unda qilinishninki nimishqa Alloh ashida namoz qilsan degan vaqtda qarindoshlar, u namozning oq ko'rinishi bor. Bu namoz inson uchun bu dunyodagi hayotlik rehberi. Hayat nizami. Namaz insan için hayat nizami. Namaz nim bo'lgan bo'lsa, hayotimiz shu namazga o'xshash, shunday tartiblik, shunday bir qiblaga qaraydigan, bir imomga itoat qiladigan, imom nima deb ovoz chiqarsa, shunga shu o'xshash shaklda itoat qiladigan bir intizom, nizam ichida yashashni uyutadigan bir ibodat namoz. Biz namozni miyada qo'yib o'qib intizam bilan, nizam bilan namoz o'qiyap, ammo hayotimizga nizam eklanmasak, hayotimizga intizam eklanmasak, namoz bilan hayotimizning o'ttirsida aloqa qolmagan bo'ladi. Shu yerga aqimus salani alqib vazifalarni tiklanglar deb tarjima qilishimning sababi insonning namozi bilan hayoti o'ttirsida aloqa qolmagan chog'da namoz a tarafda qoladi, insonning hayoti boshqa tarafga ketaveradi. Namoz bilan hayotning aloqasi qolmaydi. Namoz bilan hayotni birlashtirgan chog'da qanday bo'ladi? Shu namozni qanday nizam, qanday intizom bo'lsa, inson hayotini shunday nizam, intizom ko'radi. Iqtisodiy hayotga nizam, intizom ko'radi. Siyosiy hayotga, harbiy hayotga, her qanday bu hayotning her sohasiga namozda bo'lgan intizom, nizam kiradi. Kirgan vaqtdanki her bir insonning o'ziga tushliq bu dunyo hayotida Allohni rozi qiladigan o'ziga tushliq bir vazifasi bo'ladi.
Şu vazifasini ado qilaman deydi. Hammadan vazifasini ado qilgandan keyin eng oxirisi bir butun shaklga keltirib qaragan vaqtimizda hammamizning ishi mukammal qildi. Shuning uchun Alloh shu mukammalliyatni ko'zda tutib namozni bizga farz qilgandek Bani Isroilga farz qilgan. Yani bir suhbatda deyildi, "Vesta'inu bis-sabri was-salah." Agar kuching yetmay ojizlab qolgan bo'lsangiz, sizga yordam qiladigan ikki narsa bor. Birisi chidamchanlik, birisi salah deydi o. İntizam, hayat intizomi. Namoz ve şu namozning ishiga yerlashib ketgan hayot intizomi sizga yordam qiladi deb Allohning oyati bor. Shuning uchun mushundaq yerlarda surinib, xorlanib, farzorlik petib, xo'rlik petib qolgan Sibtiy millatini Allah va'din o'g'itib, tirildirib, edam qilish uchun nima dedi? Va aqimus salah. Namozni iqoma qilinglar, salohni iqoma qilinglar. Ya'ni sizlarning bo'yningizga tushgan insonlik vazifasini ado qilinglar. Hayotingizga nizam va intizom ekilinglar. Hammanglarning ash o'zingizning tiliki uchun ash zolim qavmga bizni bo'zaq qilish nishoni qilmagan, bizni kafir qavmdan qutuldi deb tiladinglar, duo qildinglar. Şu tilikinglarga sodiq holda g'alaba qozonish uchun aqimus salah vazifalarni tiklanglar. Vazifalarni yiqilinglar. Har yerlarda qo'rilayotdi vazifalarni. Şu vazifalarni tepib, uni qoldirib ustunligiga ilinglar. Deb bo'lgandan keyin nima dedi Alloh? Ve beşşirul mu'minin. Mu'minlerge kuş bişaretler. Mu'min diyen bana muşunda mu'min diyen bana muşunda hayata nizam, intizam ekilip yaşaydıgan bulundu. Bunda mu'minler zaten galibi kılmak. Çünkü mu'min diyen gap, mu'min tevekkül bulundu. Tevekkül kılgan adam hareketke atlangan bulundu. Hareketke atlangan adam hayatıga, şahsi hayatıga hemen narsa intizam berdi. İntizam, nizam içinde işleyen. Teşkillenip bir teşekkül içinde teşkilatını işleyen her qanday millet, her qanday kavm g'alaba qilmaydi. Shuning uchun mana mush yo'lga kirgan mu'minlarga xush bishorat berginki, bu dunyoda cho'qim g'alaba qiladi. Bu dunyoda g'alaba qilgankan muhaqqaqki oxiratda g'alaba qiladi. Hep Allah qiladigan ishlarimizni mana shu oyatda Musa alayhissalomning tili bilan bizga deb turibdi. Musa alayhissalom o'z qavmiga ta'lim berish orqali qavmini qutqazdi. Allohmi Musa alayhissalomning bu muvaffaqiyatini Muhammad alayhissalomga deb berish orqali, Muhammad alayhissalom orqali bizga deb berish orqali bizga shunday ta'lim berdi. Bizning Sharqiy Turkiston xalq ustida g'alaba qilamiz deydi ekanmiz. Ras musulmon, ras mu'min bo'limiz deydi ekanmiz. Tavakkul qilishimiz lazım. Hareketga o'tishimiz lazım, faoliyatga o'tishimiz lazım. Faoliyatga o'tish uchun namozimizni intizom va nizomni hayotimizga yetkazishimiz lazım. Hayatimizni namozlashtirishimiz lazım. Hayatımız namazlaşkan vakitte anladık biz şunda bir mümin bulunuz ki Allah müşahede kuş bişaretine bergen müminlerge kuş bişaretine be Şarkı Türkistan Müslümanları müstakillikini kolga aladı. Çokum müstakil buludu, çokum galibi kılıdı. Şarkı Türkistan halkıya kuş bişaretine be çünkü bunlar mümin müşahede kılalı saadet Allah bizge kılmagan işlerimizde yani müjdemizden biri. Yani Allah'ın diginini kılsak, Allah'ın bergen müjdesi. Muvaffak olumuz, müyesser olumuz kılar. Şunun için Allah bizlerine şu şekilde dua kılaydı. Ey Rabbim, alallahi tevekkelna. Biz Allah'a tevekkül kıldık. Rabbana. Bizlerini zalim milletke,
fitne nişanı kılmagın ey Allah'ım. Biz Şarkı Türkistan halkını zalim millet boğan Xitay tecavüzçilerinin buzak kılıp oynaydıgan fitne nişanı kılmagın ey Allah'ım. Ve bizlerini kafir kavimden, yani Xitay tecavüzçilerinden, Xitay zalimlerinden nicatlık belki Allah. Bizlerini hakiki mutevekkillerden, hakiki müminlerden kılır. Şu uluğ Ramazan'da kılgan ibadetlerimizni kabul kılgın, kılgan dualarımızı icabet kılgın ve makbul kılgın Allah. Ey Allah'ım, bu Şarkı Türkistan halkı içinde, bu şu uluğ Ramazan'da sana her kanda bir kardeşimiz, meyli vatanın içinde olsun, meyli vatanın içinde olsun, en güzel dua kılgan bolsa Allah'ım. Sana yaragan bir duası bolgan bolsa Allah'ım, şu duasına hemimiz Şarkı Türkistan halkı namıdın amin deymiz Allah'ım. Amin deymiz. Şu güzel duaga bizi şerik kılıp Allah. Ey Allah'ım, Şarkı Türkistanlıktan içinde bir salih kulun bolgan bolsa Allah'ım. Bizden yaraydıgan salih, mutevekkil, mümin, Müslüman kulun bolgan bolsa Allah'ım. Biz mi aşında yaş kulun buluşunu halayımız. Bizim şularının, şu salih kullarına kadar duayımızda icabet kılın. Ey Allah, şu zalim Xitay tecavüzçülerini veyran kılın. Halak kılın Allah'ım. Ey Allah'ım, şu Xitay tecavüzçülerini bizning kulumuz bilen halak kılışını bizge nisip kılın Allah'ım. Şu Xitayning halak için bizni halgan şekilde kullanın Allah'ım. Bizge şu Xitay tecavüzçülerini veyran kılıp, vatandan kovlap çıkarıp, vatanımızda müstakil kılışma nisip kılın Allah'ım. Subhane Rabbike Rabbil İzzati ve Selamun aleyhi ve sellem.